Assalomu alaykum. Xalqaro hayot dasturining 28-oktyabr soni efirda Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Iroq qurolli kuchlari Mosul yaqinidagi qishloqni Islomiy davlat to'dasidan tortib olgandan keyin jangarilar qazigan tunnellar va bomba yasaladigan inshootni aniqladi. Armiya shaharga yaqinlashgani sari bunday to'siqlar tobora ko'proq uchrashi kutilyapti. Iroq qurolli kuchlari bir haftadan oshibdiki, Mosul tomon harakatlanyapti. Biroq jangarilar shaharni jon jahdi bilan saqlab qolishga urinayapti. Islomiy davlat armiyaga o'q yog'dirib, suiqasd quruvchilarni ishga solmoqda. Mosul yaqinidagi qishloqqa kirib borar ekan, Iroq kuchlari minalar va snayperlardan ehtiyot bo'lishi kerak bo'ladi. Iroqning ikkinchi eng yirik shahrini himoya qilish uchun jangarilar bor kuchini ishga solishi aniq. Ekstremistlar Mosulni 2014-yilda sanoqli kunlar ichida bosib olgan. Shaharda mustahkam mudofaa tizimini barpo etish uchun vaqti yetarli edi. Mosulni qaytarib olish uchun haftalar, hatto oylar ketishi mumkin. Venesuelada xalq tanqidi bilan yuzlashayotgan prezident Nicolas Maduro eng kam ish haqini oshirmoqda. Yil boshidan beri 4-bor qilinayotgan ish bu. Venesuela yo'qsillik, jahondagi eng yirik inflyatsiya, pul qadrsizlanishi bilan yuzlashyapti. Prezident Maduro 1-noyabrdan boshlab maoshlarni ko'tarib, aholiga yegulik bilan yordam bermoqchi. Este aumento integral Eng kam maosh 40% ga ko'tariladi, dedi prezident. Og'ir iqtisodiy sharoitda Venesuela tarixi umuman jahon tarixida eng yuqori ko'rsatkich bu, deydi u. Bu orada mamlakat bo'ylab Maduroga qarshilar va uning tarafdorlari namoyish qilyapti. Nosotros veníamos marchando. Muxolifat tarafdorining aytishicha, ular namoyishga chiqqan paytda harbiy formadagi odamlar ularni toshbo'ron qilgan, hatto o'q otishgan. Venesuelada siyosiy va iqtisodiy tanglik avj olar ekan, qonunchilar Maduroni ishdan olish ustida o'ylanyapti. Qo'shma Shtatlar shimolida bir guruh faollar xususiy mulk bo'lgan bir yerda chodir o'rnatib namoyish qilar ekan, politsiya ularni haydashga urinayapti. Dakota neft quvuri ustida janjal, qarshilik shu tariqa tinmayapti. Namoyishchilar avvaliga politsiyaga dag'dag'a qilib tosh o'tgan, politsiya shunga yarasha chora ko'rganini aytayapti. 6 soat davom etgan amaliyot paytida yuzlab politsiyachi va harbiylar olovli to'siqlardan o'tib chodirlarni tozalashga kirishgan. Kamida 117 odam hibsda. Bir necha oydan beri tinmayotgan g'alayon ilk bor to'qnashuvga aylanishi. Neft quvuri qurilishiga qarshi faollar bu xususiy yerda namoyish qilayotgani bejiz emas. Mazkur hududda 2000 kilometrlik quvurni qurish ishlari ketyapti. Quvur Shimoliy Dakotani Illinois bilan bog'lashi kerak. Tanqidchilar hududda toza ichimlik suvi manbalari ifloslanishi, qadim hindular manzillari payhon qilinishini aytib shikoyat qiladi. Amerika rahbari xizmat muddati tugayotgan Barack Obama va uning rafiqasi Michelle prezidentlikka demokrat nomzod Hillary Clinton tomonidan targ'ibot ishlarini olib bormoqda. Payshanba kuni Shimoliy Karolinada Michelle Obama va Hillary Clinton fuqarolar bilan ko'rishdi. Bu shtatda demokrat va respublikachi nomzodlar deyarli teng ketyapti. Respublikachi Donald Trump esa Ogayoda. Bu shtatda ham reytinglar deyarli barobar. Saylov yaqinlashib borar ekan, Clinton oldinda, lekin so'rovlarga qaraganda Trump bilan farq u qadar katta emas. Bu esa saylov natijasi mavhum va har bir nomzod har bir saylovchi uchun kurashni davom ettirishi kerak degani. Michelle Obama payshanba kuni Shimoliy Karolinada aynan shu haqda gapirdi. Ovoz beramiz, erta ovoz beramiz, navbatda turamiz, dedi Michelle. Uning aytishicha, Trumpning saylovlarda unga qarshi fitna ketayotgani haqidagi da'volari safsata. U fuqarolarning hafsalasini pir qilishga urinayapti, deydi Michelle. Ovoz bermasangiz, prezidentlikka haqiqatda loyiq nomzod Hillary g'alaba qozona olmaydi, deydi Michelle Obama. Yaqin tarixda prezidentlik uchun tajribasi va uquvi yetarli yagona nomzod aynan Hillary Clintondir. Barack Obamadan, Bill Clintondan ham ustunroq nomzod aynan Hillary. Bosh qo'mondon bo'ladigan arbob bu, deydi Michelle Obama. Clinton o'z navbatida Shimoliy Karolina ahlini saylovga chiqishga undadi. Iqtisod, immigratsiya, oila, ekologiya va ta'lim muhim mavzular ekanini eslatdi. Ta'lim uchun xarajatlarni kamaytirish haqida gap ketyapti. Talabalarning qarzini kamaytirish haqida so'z bormoqda. Har bir fuqaro kollejga kirib, uni tamomlashni xohlasangiz, saylovga chiqing, deya undadi Hillary. Donald Trump ham tarafdorlari bilan ko'rishar ekan, u orqada ekanidan dalolat beruvchi reytinglarni tan olmayapti. U fuqarolarga ish joylarini qaytarishga, Bill Clinton prezidentligi davrida Meksikaga ketgan bizneslarni qaytarishga va'da berdi. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz ana shular edi. Internetdagi sahifamiz amerikaovoz.com. Bizni Facebook, Twitter, Odnoklassnikida kuzatib borishni esdan chiqarmang.
Amerika ovozining Washingtondagi studiyasidan men Nasiba Tohir bo'ldim. Yaxshi dam oling.